Keyingi mehmonimiz kutib turibdilar. Buxorodan tashrif buyurganlar. Mubinaxon 9 yoshli. Kuni kecha bo'lib o'tgan Miss Buxoro 2026-tanlovida raqs bo'yicha g'olib bo'lganlar. Ismlari nimada? Mubinaxon To'lqinova. Mubinaxon. Juda chiroyli. Shu qizimizni taklif qilsa, mimikalarni qarang. Yashang. Va alaykum assalom. Katta qiz bo'ling. Yaxshi go'shangalik kelin bo'ling, ilohim. Katta qiz bo'ling, erga tegib keting. Voy bilarim. Mana mikrofonni oling, Mubinaxon. Mubinaxon aslida raqqosa emas, Shukur aka. Asosiy ishi hozir o'zlari aytadilar. Xushkelibsiz. Assalomu alaykum avvalambor. Va alaykum assalom. Salohiddin, Saloh ovoz chiqarib ber, eshitaylik. So'rashib olsangiz bo'ladi, bemalol. Sochlarni bunday qilib olamiz. Ha. Mana shu meni mikrofonimga gapiring, meni mikrofonim gapiraverib o'rganib qo'y, o'zi gapiradi. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlaringiz a'lo darajadami? Ana. O'zingiz yaxshimisiz? Albatta. Yaxshi keldingizmi? Voy. Ha? Shunaqa chiroyli o'ynadingiz, shunaqa raqsga. Rahmat. Baraka toping. Salomat Rahmat. bo'ling. Rahmat. Baraka toping. Mubinaxon ijtimoiy tarmoqda Mimijon qizi nomi bilan juda ham mashhur bloger. O'zlarini Mimijon? Mimijon qizi. Mimi qiz. Mimi qiz, ha. Juda chiroyli. Ijtimoiy tarmoqlarda asosan nimalarni ko'rsatib berasiz? Raqqosalik bu hobbi deb aytib o'tdilar oyingizlar. Ha, albatta hobbim. Instagram tarmoqlarida Mimi qizi nomli profilim va 117 mingdan ortiq obunachilarim bor. Voy. 117 mingda. Ha. Ko'pincha qaynona rolida chiqaman, kelincha singlim bilan. Deydilar. Qanday rolda chiqasiz? Necha yoshsiz? 9 yoshman. 9 yosh bo'lib turib, qaynonani qozi o'qishni bera olasizmi qaynonani? Xo'p, mayli. Qani men bir kelin bo'laman, men o'ynaylar-chi. kelin bo'laman. Mana choy qo'yaman yoningizga. Qani? Zohida biz kelin bo'lasiz. Qani? Oyijon, choy Qani? ichasizmi? Choy ichasizmi? Ha, qo'yib bering. Yomon chanqadim. Voy, o'rgilib keting oyijonimdan. Shunda issiq kunlarda mana chanqog'ingizni oladigan choy Mimikalarni izatamanda. Rahmat. Ko'chalarni supirdingizmi? Supurdim. Mollaga yem berdingizmi? Berdim. Xo'p. Hadi bash kelinni qiynavermagin. Qiynaganim yo'q men. Endi har kelgandan beri tindirmaysan shuni onasi. Siz chol aralashmang deb qo'ying. Chol aralashmang. Vobshe aralashmang. Kelin bilan qaynonani arasiga. Kelin pollarni artib chiqing. Artdim. Cho'pin. Oyijon. Yana Biz tekshiramizda. Shampun, konditsioner bilan yaltillatib tashadim pollaringizni Ana. oyijon. Xo'p. Ha. Sigir Qarang, sog'dingizmi? yaltirayapti. Zahidaxon, sigir sog'dingizmi? Voy o'layin. Ana endi nima bo'ladi? Oyijon kechiring. Kechiring oyijon. Bir qoshiq qonimdan keching oyijon. Bir safar kechiraman, boshqa payt kechirmayman, o'gulchaga turasiz. Fahim? Bo'ladi. O'zi ham katta bo'lsalar, qayni bo'lsalar, olib borib olib keladi. Qayni bo'ladi. O'zi ham. Ay, asal qiz, baraka toping. Juda chiroyli, yaxshi bir iqtidorli qizimiz ekan, ko'z tegmasin ilohim. Sizga nima deymiz? Mubinaxon shu katta qiz bo'lib, o'sha ma'lum bir yoshga borganda o'zingiz yo'lingizni topganingizda, endi hali bilinmaydi, katta bo'lganingizda qaysi bir kasb egasi bo'lasiz, lekin qay bir kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar yaxshi bir kasb egasi bo'ling. Sog' salomat bo'ling. Lekin hali bir kasb tanlaganim yo'q, lekin Sen kelajakda aqlli, bilimli, chiroyli qiz bo'lmoqchiman. Ana. Oho. Bu ketishda bunaqa gaplaringizdan keyin siz albatta aqlli, chiroyli qiz bo'lasiz. Bunaqa Rahmat, katta gap boy. so'zlaringizdan, bunaqa o'yinlaringizdan, bunaqa raqslaringizdan haqiqatdan ham chiroyli, aqlli qiz bo'lasiz. Ilohim bo'ling aqlli qiz. Ha, ilohim. Ya'ni raqsingiz ham bormi yo boshqa yo'qmi? Bo'ldimi? Bitta shuni Masga tanlang. qo'shimni o'ynatib beraymi? Qoshingizni o'ynatib berasizmi? Voy, yat shoshmang. Kadr olinglar, krupni olinglar. Krupni kadr kelsin. Ha, qaranglar, qo'shib qaranglar. Ha. Voy da. Poyiz yo'li ya. Mimikalari. Ilan oppa. Rahmat, Mubinaxon. Davudxon! O, Davudxon! Montalar tayyor bo'ldimi? Tovuqlar tayyor bo'ldimi? Choylar ham bormi, Habibullaxon?
Baraka toping juda. Valijon, Yuraka Biroz o'z ansonga barakamiz. o'tamiz. ko'rsatuvdan keyin albatta. maza qilamiz. Voy ko'rsatuvdan keyin ketish yo'qmi? Ketish yo'q. Faqat iltimos qilaman mana shu Zo'r TV teleliniyasini shole asosiy kiradigan eshikni yopib qo'yaylik. Hozir buni montini ko'rgan butun odamlar kelib oladi-da. O'zimiz maza qilib, ammo akamjonni maza qilib yalmay qolamiz, hozir talash bo'lib ketadi. Baraka top. Xo'p, ey Usmonjon, rasm tayyor bo'ldimi? Qani olib kelingchi. Mana G'ajar. Bu safar ulgurdilarmi? Tayyor qildilar. Tugatdilar. Bir gap aytaymi? Rassomchilikdan birozgina xabarim bor. Ana. Nima xabaring? Qani bir baho beramiz. Qani aylantirchi. Qani ko'rsatchi. Va! Juda ham chiroyli mana, juda go'zal. Hozir chizdimmi? Ha? Ya buni o'tgan yil boshladi, endi tugadi. Juda go'zal, juda chiroyli. Mana shu rasmni Mubiraxon qizimizga beramiz. Ana. Sizga esdalik bo'lib qoladi. Bizani erta Buxoroga olib borasiz-da. Buxoro uyingizga qo'yib kraskasi yuqmasin qo'yingiz. Bu yoqqa bering, bu yoqqa bering. Ha. Bu yoqqa bering. Mana shu O'zlari rasmni uyga borib olib qo'yasiz. beradilar. Sizga bizani ko'rsatuvdan Haqiqatan esdalik. chiroyli chiqdi. Xonjondan. Juda ham chiroyli. Faqat uyga borib qo'yib qo'yasiz buni. Tam yana olib borib tashlavermang yana. Xo'pmi? Sizga esdalik. Mana oxir ketayotganda topshirasiz. Baraka toping. Bu Juda bola chiroyli. bunaqa mahorati ham bormi? Buni nechta mahorati bor? Sen bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Senga aytmadim. Buni mahorati ham rassom, Ha. ham qo'shiqchi bo'ldi. Mana Endi qo'shiq bo'ldi. aytyapti. Ham Endi bo'ldi. shoir. Ham shoir. Shoir axlati. Gopati kelib qoladi, gopati kelmay qoladi she'rlari. Voqealar ham bor, ha. Keyin asosiy ishi tirikchiligi tuzlama yopish. Oho. Tuzlangan mana seni uyingda bodring pomidor yedigan, osh qilganingda. U chibiq ham buni tuzlamasini oladi. Yo'q, Bu tuzlamani shunaqa qiladiki, mehr bilan qiladi. Mana hamma tuzlamani, misol uchun suvni qaynatib bankalarga Ana. tashlayu. Bu tuzlamani mahallasidan oqadigan arun suviga kiradi. Arun suviga. Nima qilib bilmadim. Shoshib chalkashib ketdilar. Arun suviga tuzdan bodring pomidori tuzlaydi. Karamni misol uchun mana hamma perchatkani kiyib qo'lda g'ijimlaydi-yu. Xo'sh. Bu oyoqda g'ijimlaydi karam. Sen buni bir yeb ko'rganmi? Sen yeganingdan keyin basharang shunaqa Yo, bo'ladi. ustoz, bu narsani hisobga oling. Bizni taksi ko'zi borlar ko'rayotgandir. Taksi ko'zda shuni tug'voradiki, undan keyin, buni tuzlamasini yegandan keyin u rangi ham o'shanga tuzlamaga o'tib ketganmi? Shu xalqni ovora qilmasdan o'zini tuzlab qo'ya qolaylik shu bola. O'zi tuzlangan o'zi bu. Bu Farxatskiy tochkasi bor qish faslida. Ana shu tuzlamani olib odamlar kelib so'raydimda, oyoqda tuzlagan karamingiz qaysi biri? Aruni suviga bo'lgan tuzlamalar. Buni qo'l, oyoqni ishlatmasdan o'zi dumalar. Yesang iching tozalanadi. Mana oshqozoningga mikrob tushgan bo'lsa, yana battar u mikrob tushib, baribir hammasini bitta yuvib. Yo, biz oshxonamizda chiringina mantilar pishyapti. Xudoga shukr, shiringina Aka, oylar Manti bilan buni tuzlamasini yesak boshqa bo'ladi. Bu shuning uchun. Tezroq xayrlashmasak, Tushundim, shukr aka. Men endi sizni tushundim. Demak, bugun montini yarimtasiga ham to'yaman endi. Qo'yasan. Valijon kelganingga rahmat. Ishtahani bo'g'di. Valijon kelganingga rahmat. Rahmat. Mumiraxon sizga ham rahmat. Alohida rahmat. Shahram, voy nimadir olib keldim deng, nima olib kelding? Shahram menga tuya qush tuxumini olib keldi, mana xuddi senga o'xshaydi. Rahmat. Mana juda ham katta tuxum, mana tuya qush. Bu Vodiy Rishtonda ham bor tuya qushlar, bilasizmi? Bu tuya qush bilan shug'ullanadi. Tuya qush, nechta tuya qushing bor? 30 dan oshiq bor. Ha? 30 dan oshiq bor. 30 dan. 30 dan, ne 30 dan oshiq bittadan tuxum olib keldi. Ya, yana bor. Yana bormi? Ikkita qilish kerak. Erkak kishiga tuxum beriladi. Keta turibdi. Ana shu tuxumni uyga olib borilib, qovuriladi. Shuning uchun rahmat senga. Seni uyga olib ketaman, birga yeymiz shu tuxumni. Ya men qarang, ikkalamiz tuxumimiz alohida bo'la qolsin. Qo'yay, men uyga olib. Bo'l, o'sha bitta tuxumni senga berib yuboraman. Bo'ldi. Xullas, ustoz, vaqt g'animat, vaqt albatta. poyoniga yetib keldi bizda. Endi Zo'r TVda chiroyli proyektlar, chiroyli Loyihalar. loyihalar juda ham ko'p. Bizga ham gal beringlar, iltimos deb urush janjal qilib, chunki xayrlashib olaylik Salomat tezroq. bo'linglar. Hammangizga rahmat, hurmatli azizlar. Sizlar bilan xayrlashishingiz, sizlar bilan men Xudo xolasa dushanba kuni ko'rishaman va salomat bo'lishga majbursizlar. Shahramdan bir chiroyli tarona bilan Traktor 2, ha? Traktorchi haqida qo'shiq aytgan. Bu kundan 5 battar bo'lsin. Ha, battar bo'l. Ketdi, marhamat. Bizni tomosha Sog' bo'linglar. Fermer qizi oy edi, otasi ham boy edi. Tillolarga sotilgan kun ham qo'lim moy edi. Fermer qizi oy edi,
boy men sinmagan oshig'ing kambag'almas endi boy yoshlik o'tgan yo'llarida jipda uyga boraman otangdan ko'p pul topdim seni qaydan topaman yoshlik o'tgan yo'llarida jipda uyga boraman otangdan ko'p pul topdim seni qaydan topaman bir umrga ayrildim sendek yuzi oylikdan bitta haqiqat bildim sevgi ustun boylikdan bir umrga ayrildim sendek yuzi oylikdan bitta haqiqat bildim sevgi ustun boylikdan mirzo qo'shiq yozsa ham dil dardi yopilmaydi yoshlikdagi muhabbat tilloga topilmaydi mirzo qo'shiq yozsa ham dil dardi yopilmaydi yoshlikdagi